Hammaga xayrli kech. Mana shunaqa необычный joyda bugun ishlab, qaytib uyga kelyapman. Yo'l-yo'lakay sizlarga ham rolik montaj qilib, yozib ovozimni kelyapman. Hayolimga shu narsa keldi, что Новый годga mana shu butun borgan joylarimdan hammasi aytayotdi-da, Новый годga kela olaysanmi? Новый годga bizga odam rosa kerak bo'ladi deb. O'shanga Moskva bo'yicha kimga shu yangi yil ofitsialnilar hammasi выходной qiladi-ku. 2 hafta. Misol, mana o'zimning ishchilarim ham где официально работаю, o'sha yerda misol 2 hafta выходной beraman hammaligiga, потому что ishlashmaydi. O'shaning uchun hammaga tavsiya qilishga bir bularning kontaktlarini yig'ib qo'yish kerak-da. После Нового года hammaga tavsiya qilish kerak podработка deb.